alaykum Malibuda ishqibozlari, Malibuga qiziqadiganlar, olmoqchi bo'lganlar videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar. Avtomat korobka o'sha 3-pozitsiyasi. O'zbekistonga eng oxir kirib kelganlardan yili 2014-15 faqat naqdga sotiladi. Barter variant yo'q. Beli jimchug emas, o'sha oqidan. Oqini o'zi topish qiyinroq. Ko'pchilik beli jimchug emas, shu oq rangi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bilasizlar, mana 3 xili bor. Bu o'sha oddiy oqi. Faralari o'rivilli bo'ladi. Ko'prikda, umuman past balandlarda qarama-qarshi keladigan tomonda, ya'ni shopirda ko'zini olmasligi uchun o'ynaydi. Suv sepadigan joylari bor, o'rin o'zini to'g'rilaydi fara. Ikkita pulti bor ekan. Pulti ikkita ekan. Baloniga keladigan bo'lsak, balon yangi ekan. Balon yangi qo'yilgan. Donasi $90 balonni ham. Diska bo'yalmagan, bozorda ko'ramiz. Diskalar bo'yalgan bo'ladimi? Bunda original turibdi mana narsasi. Qarang, mana bu yerda mягкий materiallargacha qo'yilgan, zavodskoy. Tosh, bir narsalar tekkana taqir-tuqir, shaqir-shuqur bo'lmaydi. Yili 2014-15 yurgani 143 ming. Propanda. Mashina raketa bo'ladi-da. Hozir ko'rsatamiz Amazon. Xo'p, o'rindiqlar chizilib, yirtilib, trichinasi yo'q. Ko'mali bo'lib yirtilib ketgan bo'ladi. Hamma narsa chiroyli holatda. Barlari orqa oldiga bo'ladi, suyani pitsa bo'ladi, stakanchiklar. Bu yerda dollar qo'yadigan joylar, ochki qo'yadigan joy, hamma narsa ishlaydi, cheki-cheki. Luk ishlaydi. Bu yerda oynachalari bor. Gentra Cobaltda bormi? Yo'q, Gentra Cobaltda bu narsalar. Xo'p, propandiki salonda holati shunaqa. Yuvilmagan. Chang bo'lib rasob yotdi. Qani biz shunday sumka qo'yapmiz. Stakan qo'yadigan joylar. Shoshilinglar, faqat naqdga, hech qanaqa aybi yo'q. Olasizlar, deysizlar, tamom. Eng zo'ri propanda ekan bu, qarang. Propan qayerda, necha pul? Kommentariyaga yozib qoldirasizlar. 5000 hozir tushib qoldi. 4900, 4800 dan ko'ryapman ko'chalarda. Kim necha puldan solyapti? Shuni ham yozib yuboringlar. Yangi balon tushmabdi, qarang. Orqasi chiroyli turibdi ekan. Hop. Motorni ko'ramiz. Faqat naqdga. Mana motor holat. Propanda kim qanday yuradi bu? Metanamiz 4000. Propan ham 4900 bo'lsa, propanda yurgan ma'qul hozir ochirtdi. Qarang, 139 mingdan almashgan ekan. Hozir yurgani 143 ming. Lukoil quyilgan ekan, qimmatidan. Mo'yda ham qimmati quyilibdi. Reduktor Plus ajoyib holatda. Xullas, shoshilinglar. Chunki bu mashina juda ham tez sotiladi. Narxini, o'zi umuman to'liq ma'lumotni videoning ostiga kommentariyaga yozib qoldiraman. Yurgani 143 ming, propanda yangi 4 ta balon qo'yilgan. Bularning o'zining shumkasi bor. Xullas, olasizlar, deysizlar. Arzonga beraveradi kelishtir. Faqat naqdga, barter variant umuman yo'q, bezovta qilmanglar. Telegramga yozsanglar, Telegramdan javob beradi любой vaqt. Faqat kechasi telefon qilmasanglar bo'ldi. 2-3larda. Telegramga javob beradi. Shoshilinglar.